Uzbekistan Airways aviakompaniyasi xodimiman. Mening vazifam xavfsiz parvozlarni amalga oshirish. Yurtimizda 15 yanvardan 28 fevralga qadar aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri bo'lib o'tmoqda. Ushbu tadbirda faol ishtirok eting. Chunki har birimizning ishtirokimiz juda muhim. Qaysi sohada bo'lmaylik, barchamiz shu yurt farzandimiz va uning kelajagi uchun mas'ulmiz. Shunday ekan, barchamiz ushbu tadbirda faol ishtirok etaylik. Biz Uzbekistan Airways aviakompaniyasi xodimlari ro'yxatdan o'tdik. Birga ro'yxatdan o'tamiz, birga kelajakni quramiz.